Buvaqqa ism qo'yganda quloqiga azan aytish haqida. Savol. Assalomu alaykum va rahmatulloh. Ustoz, yaqinda diyorimizda tug'ilgan buvaqqa ism qo'yganda quloqqa azan tovlash bid'at deb bir gap tarqalibdi. Bu zodi qandoq gap? Javob. Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuhu. Barliq hamd sana Janobi Allohga bo'lsin. Shundaqla payg'ambarimizga, oila tavobatlarga va uningga toki qiyomatgacha ergashganlarga durud salomlar bo'lsin. Ko'pchilik olimlar Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning Hazrati Hasanning quloqiga azan to'lg'anligi haqida kelgan hadisga asoslanib, bu vaqtning o'ng quloqiga azan to'lashni mustahab deb qaragan. Abu Rafi radhiyallohu anhu rivoyat qilib deydiki, Hasanni Fatima tuqqan vaqtida men Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning uning quloqiga namozga to'lg'andek azan to'lg'anligini ko'rgan. Bu hadisni Imom Tirmizi Hasan sahih deb baholagan. Ba'zi olimlar bu vaqtda kelgan hadisni ojiz deb qarab, tug'ilgan buvoqning quloqiga azan tovlash mustahab bo'lmaydi degan. Bu qarash o'xshashmaslikning sababi 3 narsaga berib taqiladi. Birinchi, ahli ilmlar o'ttirisida ojiz hadisga amal qilish masalasida qarash o'xshashmasligi bo'lgan. Ikkinchi, buvoqning quloqiga azan tovlash haqida kelgan yuqorqi hadisga hukm qilishda o'xshamagan yakunlar chiqarilgan. Tirmizi, Ibn Qayyim qatorliq olimlar bu hadisni Hasan deb qaragan, ya'ni ba'zilar ojiz deb qaragan. Demak, Hasan deb qaraganlar yoki ojiz hadisga amal qilamiz deganlar bu hadisga amal qilavergan. Bu hadisni ojiz degan va ojiz hadisga amal qilishga bo'lmaydi deb qaraganlar amal qilmagan. Ashu hadisni rivoyat qilgan Asim ibn Ubaydulloh ibn Asim ibn Umar ibn Xattob degan tabiinni ko'pchilik hadisshunoslar ojiz deb qaragan bo'lsa-mu, Sufyan ibn Uyayna, Sufyan as-Savri, Shu'ba, Abu Davud, Tirmizi va Ibn Majah qatorliq ishonchli hadisshunoslar uningdan hadis rivoyat qilgan. Undaq bo'lgan ekan, ikki qarashning birini tutsa hech gap bo'lmaydi. Azan to'lg'anlarga e'tiroz bildirishning o'rni yo'q. Xoliganlar azan to'lamasa ixtiyori. Vallohu a'lam. Fatvoda Dr. Abdulaziz rahmatulloh. Fatvolar majmuasi 2-tom, 118 nomerli fatvo.